Assalomu alaykum aziz do'stlar. Assalomu alaykum kanalimizning aziz kuzatuvchilari. Toza havoda piyoda sayr qilish, piyoda yurish juda ham ko'plab kasalliklarni davolaydi, eng muhimi oldini oladi. Jumladan yuqumli bo'lmagan kasalliklar, ya'ni yurak-qon tomir kasalliklari, semizlik, arterioskleroz va boshqa juda ham hayot uchun xavfli bo'lgan kasalliklarni aynan shu piyoda yurish orqali davolash mumkin. Yoki bo'lmasam, undan ham muhimi oldini olish mumkin. Piyoda yurganda insonni ruhiyat tinchlanadi, ya'ni asabi tinchlanadi. Ruhi, tanasi tetiklashadi. Qadimgilarda bir naql bor. Agar inson jahli chiqib tursa, nimadandir qattiq g'azablansa, asabiylashsa, piyoda yurish tavsiya etilgan. Qancha uzoq yursa, o'sha insondagi g'azab so'nadi, asabiylashish pastlaydi va insonning ruhiyati orom oladi. Piyoda yurishning yana bir foydalari shuki, insonning uyqusi yaxshilanadi, asabi tinchlanadi. Asabiylashish, jazavaga tushish, semizish kasalliklari, siqilish, parishon xotirlik yoki tushkunlikka tushish kasalliklari o'z-o'zidan aynan shu piyoda yurish orqali davolanadi. Shuning uchun ham do'stlar, imkoningiz bo'lsa, qancha bo'lsa ham charchadim demang, oyog'im og'ridi demang, ko'proq piyoda sayr qiling. Ayniqsa mana bunday bahavo tabiat qo'ynida, daraxtzor qo'ynida sayr qilish juda ham bir sog'liq uchun foydali.